إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik televizor köygüçe biraderlerimiz, bu katimki dersimizge yine hoş kipsler. Bu katimki dersimizdeki esası mevzui yani 49. hadisniki mezmunu buludu. Bu 49. hadisniki mezmuni yani tevekkül degen nima? Tevekkül hakkında kısaca bir düşünç üstüde buludu. Şimdi 49. hadisniki teksti mundaq. Ömür ibn Hattabin radıyallahu ta'ala anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. Ömer ibn Hattab radıyallahu ta'ala anhu'dan şuna rivayet kılındı ki bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şuna rivayet kılıdı. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: eğer ferzen sizler Allah'a hakiki şekilde tevekkül kısana, yani hakiki ravişte, yani sadık, rastçıl bir şekilde Allah'a tevekkül kan bolsanız idi, Allah sizlere kandaki uçarlıkka rızk bergendek sizlere muço rızk çok berdi deydimdi. Kanda kılıtı, meni uçarlık et degende qo'sig'ida hech qanday bir narsa yo'q, bo'sh. Mushundaq harakat qilib meni o'g'isidan chiqdi. Kashda kelgan vaqt o'zida va tag'du bitonan va kashda bu uçarlık meni qo'sig'i to'ygan holatda, ya'ni qo'sig'i yo'g'on, mushundaq holatda o'ziniki o'g'isiga meni yenib keldi. Meni sizlar Allohga meni haqiqiy, sodiq, rastçıl, mene bu resmi şu Kur'an hadisindeki uygun bir şekilde mene bu tevekkül kan bolsanlar, sizlarga mene azroq bir harakat qilib qo'ysanlar, mene Allah sizlarga berkitgan rizqini, men uçarliqni bergandek mene azroq harakat qilib qo'ysanlar, Allah sizlarga rizqini beriverdi. Sizlar mushundaq mene bu haqiqiy shaklda mushundaq tevekkül qilmay Allohga, mene haqiqiy şekilde tevekkül qilmay, şununla sizlarga berkitgan rizqiniki o'zi meni sizlarning qo'lingizga jafolik mushaqqat holatda meni mushundaqcha keladi, hattoki u rizqiniki ba'zi uchun mahrumchi qilyapsizlar deb Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem mushundaqcha dedimdi. Meni bu hadisni İmam Ahmed, Tirmizi, Nesai, İbn Majah, İbn Habban, Hakim rahimahumullah bu yüzdeki hadis kitaplarda rivayet qilgan bir hadis. Mena İmam-ı Tirmizi bu hadisteki üzeni Hasan Sahih, yani bu hadisteki üze sağlam, yani sahihlikda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki men ağzından çıqqanlıqda hiç qanday bir şek yok. Bir hadis
deb İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh men muştaqço degenemdi. Endi bu hadis endi teksti bu. Bu hadisteki asasi meni mazmunu qarsak, mana bu tevekkül degan nima? Mana tevekkulni qanday qilish kerak? Tevekkulni mana shundoq to'g'ri bir shaklda qilgan bo'lsa, mana Alloh taolo bandalarga, kishilarga mana rizqini qanday beradiganlarning ustida bu to'xtaladi. Endi bu hadisdagi o'zi kishilarniki mana rizqiniki, yemak, ichmak, kiyim-kechak va hokazo mana lozim bo'ladigan barliq narsalarniki o'ziniki mana qanday bir shaklda u odamga keladiganligi. Shuningdek bu hadisdagi o'zi endi shu kishilarniki rizqiniki mana qanday bir sababni qilgan bo'lsa, shu sababni qilish orqali mana bu odamlarga rizqiniki qanday bo'ladiganligi. Mana shu qanday bo'ladiganligining ustida bu yerda shu to'xtaladi. Ya'ni bir odam, ya'ni kishilar, ya'ni haqiqiy bir shaklda rostchil, ya'ni ichidan, butkul vujudidan Allohga ishonib, ya'ni Allah bizdeki vekilimiz, o Allah bizga ishonchlik, anda olgandan keyin Allohga bütün ishimizni mana qanday bo'lishning bu ishniki o'zini Allah o'zi biladi. Anda olgandan keyin biz bu ishniki ustida Alloh taolo mushundoq hammasini sababi dunyo qilib, mushundoq sabab musabbab qilib tayyoratgan. Ana o'g'ani biz hamma sababni qo'limizga kelishi qildik. Qandikin uningdagi boshqa ishlarni qanday qilish Allohga mana topshirdik deb bu odam mana o'ziniki qalbida, o'ziniki mushu ruhiy dunyosida Allohga mushu intilib turib, mana moddiy dunyo kelgan vaqtda moddiy dunyoda men yashayotgan bo'lgandagi bu odam bu sababni qilish orqali mana mushundoq qilgan bo'lsa, Alloh taolo bu odamga haddi hisobsiz mushundoq rizq beradiganligi uchun bu hadis chiqadi. Shuningdek Alloh taolo Qur'oni Karimda mana tavakkulniki foydasidagi ne qadar muhim, ahamiyat ekanligini ustida to'xtalib, mana bir qancha yerda Alloh taolo shuna deydi: "Va men yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haysu la yahtasib ve men yetavakkal alallahi fehuve hasbuh." Qanday bir kishi ki Allah'dan takva olsa, yani Allah'ınki azabı keladigan, aşındaq iştin yüzünü mudafaa qilib qalqan, asıl qan bolsa, yüzünü mudafaa qilgan bolsa o adam, mana Allah'ınki buyurgan işlerini qilib, yandığı işini, mana makruh, haram, şu menhi olgan işiniki, hemmisi münker olgan işiniki, hemmisinden yeniş arqılıq, mana bu adam yüzüniki Allah'dan keladigan muşundaq bir azapniki yüzünü qalqan qilish muşundaq qan bolsa, mana Allah Taala mana bu adamga mana chiqish yo'li çok qilib berdi. Yani o adam qandaq bir yerdan bir qiyinchilik, beshiga qarab qanday bir musibat, mushu chiqolmaydigan bir xil shakldagi holat kelgan bo'lsa, mana o Allah o kishiga bu yerda chiqish bir yo'l çok qilib berdi. Shuningdek, mana Allah Taala bu adamga men o'ylamagan yerdan xiyolida yo'q bir yerdan o odamga Allah rizq çok berdi. Yine Allah Taala ahirda mana ve men yetavakkal alallah fehuve hasbuh. Kimiki Allah'a tevekkül qilsa, yani Allah'a tevekkül qildi o adam, mana ishning hammani qilib tavakkaltu alallah deb, bismillah tavakkaltu alallah deb shunday qildi qan bo'lsa, mana bu Allah o adamga yetarlikdir. Yani Allah şu adamniki qilmoqchi bo'lgan ishlarining hammasi o'zi Allah yetib, o Allah o adamning ishini amillashtirib çok qilib berdi, amaliyotga vujudga çok chiqib berdi deydi bu oyatda. Anda bo'lgandan keyin bu oyatga asosan mana tavakkulniki ne kadar muhim, ne kadar ahamiyat ekanligi mana bu oyatda çok chiqib turdi. Mana bu oyatdagi o'zini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni Abu Zar radhiyallohu ta'ala anhu shunday o'qon. O'qib payg'ambar alayhissalatu vasallam shuna degan bu oyatdagi nemizni sharhlab: "Law annan nasa kulluhum akhazu biha lakafatuhum." Eğer adamların hemmisi butkul insaniyet bu ayetniki yüzünü tutkan bolsa, yani şu ayetniki yüzü layıqda diyen bir şekilde o insanlar şu ayetke mene tutup emel kan bolsa, mene doğru bir şekilde tutkan bolsa, mene bu ayetniki yüzü mene bu insanlara yeterlik çok idi. Yani bu ayet yetdi o insanlarınki dünya ve ahiret işlerindeki baxt saadet, o işlerine hemmisi bu ayet mene yetdi deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müştahçı digen. Endi bu ayette takva en muhim. Takva kılış, takva buluş, muttaki buluş, onundan başka Allah'a tevekkül kılış.
Mana mushuna insonlar mana o'zi hammasi mushuna haqiqiy bir shaklda, to'g'ri tushuncha bilan haqiqiy bir shaklda mana shundoq tutgan bo'lsa edi, mana bu insonlarning dunyo va oxirat baxt saodatiga bu oyatdagi o'zi mana yetdi deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushtaqcho degan. Anda bo'lgan ekan bu oyat, bu hadisni qaragan vaqt o'zida tavakkulniki ne kadar muhim ekanligi bu yerda chiqib turdi. Anda bo'lgan ekan tavakkul degan nima? Asli tavakkul degan hammamizga ma'lum bu tafaala bobidan chiqqan bir pil. Buniki sulasi mujarrad vakala yakilu vakilan va tiklanan va vukulan deb atildi. Yani vakala degan yani topshirish, vakil qilish. Yani o'ziga ikkinchi bir odamni shu ishni qilishga vakil qilish. Yani ishni o odamga topshirish deganlik bo'ladi. Shuningdek hamda anda o'g'andikin tavakkul yani tavakkul qilish degan ikkinchi bir odamga o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni o'ziga vakolatan bajarishga o odamga topshirish. O odam nima o odam? Yani o odam bu topshirgan odamga ishonchlik, ham amin, xotirjam, o odam ham ishni qila oladigan, mushundaq kishi bo'lganligi uchun, mushundaq zot bo'lganligi uchun o odam o ishni nima qildi, u yerda topshirdi. Shuning uchun Alloh taolaning 99 sifatiniki birisi bo'lgan al-vakil degan nimasi bor, sifati bor. Bu sifat hamda vakil, yani Alloh taolo butkul insoniyatga, butkul mahluqotga vakil, yani vakolatan ularniki ishini Alloh cho qiladi. Yani Alloh qil bo'lgandan keyin Alloh ularga nisbatan ishonchlik, ham u amin, o Allah o adamlar qandaq bir shaklda niyat qilib topshirgan bo'lsa, Alloh insonlarniki ishlarini shu insonlar mana shu talab qilgan bir shaklda o ishlarniki o'zini amaliyotga chiqib berdi deydi. Mana bu to'g'rida Qur'oni Karimda Alloh taolaniki va kafa billahi hasiban va kafa vakilan degan nima oyat bor. Alloh taolaniki mana Alloh vakil qilishga Alloh yetadi deydi. Yani siz bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, boshqa bir odamni vakil qilib qo'ymang. Mana bu dunyodagi ishlarning hammani sababini qilish orqali Allohga siz Allohni o'zingizga vakolat qilib qo'ysangiz, mana vakil qilib qo'ysangiz bu yetadi degan oyat bo'ladi. Mana bu vakilniki o'zi, tavakkulniki o'zi ne kadar muhim ekanligini bildirish orqali mana payg'ambar mana Alloh taolaniki bir sifati vakildan iborat bo'lgan sifati bo'ladi endi. Ana o'g'andan keyin bu vakilniki o'zi, ya'ni tavakkul mana bu mundaq chiqib aytgan vaqt o'zida men olimlarimizniki deyishchak mana kimiki shu odamda vakil yani tavakkul bo'ladi ekan. Tavakkul degan nima? Yani tavakkul degan u odamniki Allohga bo'lgan ishonchisinin tayanchisiniki rasmiy jazman bo'lishi. Yani u soxta emas. Yani ichki vujudi orqali men Alloh taolo men ma ishni qilyapman. Alloh taolo mana bu ishni qilishda Alloh jazman qilib berdi. Yani og'zimda nima emas, ish bir yerda bundaq shak emas. Rasmiy vujudida bu odam mana dunyo va oxiratlik manfaat ishini mushu Allohga topshiraman. Allohga topshirgandan keyin Allohniki o'zi mana bu ishni Alloh uchun qilib berdi. Shuningdek manfaatlik ishni shunday qiladi, ammo zarar kiradigan ish bo'lgan bo'lsa Alloh buni nima qiladi, uni yo'q qiladi mendan deydigan mushu shaklda bu odam o'ziniki qalbi, ruhiy dunyosi va ishonchi orqali Allohga nima qilish, uni topshirish, tayinish buni bildirdi. Ya'ni tavakkul degan buçu bo'ladi. Buni qaragan vaqtning o'zida mana bu men olimlarimiz deydi tavakkul degan iymonniki ma'lumchi asos majmui deydi. Yani tavakkul iymonni desak, iymonning 6 qismi, undan boshqa bir qancha mana mazmun o'z ichiga oladi. Shuningdek bu tavakkul shu iymonniki umum majmusi bo'ladi. Chunki iymon Allohniki birlik va barlik ekanligini nima qilish, ishonish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligiga, Qur'oni Karim Allohning so'zi ekanligiga, shuningdek ham o'lgandiki tirilib, mana dunyoda qilgan har bir ishdan hisob beradigan kunniki rost ekanligini nima qilish, ishonish. Bu ishonishniki eng yuqori darajasi tahim ishonish orqali mushu odam bunida rasmiy sodiq ishonch mushta bo'ladi ekan, unda o'g'andan keyin bu Alloh bor. Bir hem işte Allah yaratkan yok yadım bakılıp hem işte menfaat yetkizalay, zarar yetkizalay, kılalaydı, yartalaydı, yoktalaydı diye işkence oğandaki bu adam apırıp yüzdeki muş kımbakçı oğaçtan hem mesela Allah'ın yaratkan bir mehluk. Anda oğandaki bu işte kılıçta o adam cezmen kalbi cihetten Allah bu işteki egisi oğandaki de bu adam mene kalbide Allah'a resmi nimkan buludu bir yerden işkenigen çoğu
buludu deydemdi. Ana oğan eken tevekkül degen şu Allah'a boğan işençiniki yüz buluşu. Bunu için köz tuttu. Bu neme karaklık hem de bu insanlarınki kişilerdeki kalbige, ruhi dünyasına bağlılık alakadar oğan bir neme oğan mezmun tevekkül degen. Ana oğan boğan eken tevekkül hem de muşundak bir şekilde Allah'a bütün işinki hem mesela tapşırıp muşundak kılış boğan eken ana oğan eken bunun karga vakti üzere mene dünyada iş hareket kılış kandak olur demdi. Bu. Yani bunun karga vakti üzere dünyada iş hareket kılıp o işinki her bir işinki Allah Teala bir iş boğan bolsa onunki vücuduga çıkış üçün cezmen onun karta Allah Teala bir sebep şu yartıp koygan. Yani sebepke bağlap koygan. Sebepke bağlap koygan. Şu sebepni kısınız anındayken onunki ahırda onunki musabbibi olgan onun netisi kolası çünkü vücudu çünkü kelidi. Yani Allah Teala bu dünyanınki yüzünü mundakçı yaratkan. Ana olgandayken bu adamniki tevekkül kılış veren şu adamniki bu dünyadaki şu sebebi işine kılış işkisindeki oturda ziddiyet var mı yok mu? Herkes ziddiyet yok. Herkes ziddiyet yok. Bu tevekkül degen insanlarınki kalbi. Yani insanlarınki kalbi de ben bu işini hareket yani maddi dünya sebebi dünyada olgandayken bu işini ben kılımen kandayken bu işin sebep emmeni puxta güzel bir şekilde kılımen kan bolgandayken bununki neticesini çıkarışka Allah için qarab turdu. Allah tapşırdı. Dep kalbide hem de lap Allah için qarab turuş. Yani bunun için bildirdi. Mesela bununki misali mesela bir adamniki bir balısı olgan bolsa bir yerde oynab etip bir kanca ballar şunun içinde birisi bilen uruş talaş qıp qalgan bolsa eğer o balınınki yüzü şu yerde atısınınki ba ekanligini aşağıda bilgen bolsa men o balının yüzü atısını körüş arkalık ne bolup ketdi u yerda başkadı jallanıp hem kushlanıp ayat bütün yüzününki ba imkanlarının hemmini işki seliş arkalık o adamnınki üstüden yani bir balının üstüden galiba kılışkı tirişidi hareket kılıdı. Yani bu meni bunu oğlum kılıdı okşaydı. Yani şunu da hem de dünyada meni her xil teşkilat, her xil yani grup nemeleri var. Mene bu yerde bir işini becerişke bir yer evetken bolsa mesela şu evetken ma'lum ya 5-6 ya ki 7-8 ya ki bir 200-300 400 muşundak bir grup askeri şekilde aşına olup kalgan bolsa bu yerdeki askerlerinki evetken dünyadaki aşı devletke bağlılık. Eğer onun akısı turulgan devlet kançaki güçlü olan bolsa o adamla bütün sebepli kılış arka korkmazken eğer bu işimden bir iş meni mağlup kessem meni cezmen meniki devletim yoki meniki aşu yılki başlığım diyeledek aşında kişimini kutuldurup çıkıdı dep korkmazken bütün işlerini emmeni kılış arkalık o adam uya işini çoğu kılışka ip barıdı. Yani işini çok kalıdı. Yani tevekkül degen bu şu. Yani muşunu gınem kılıdı okşaydı. Yani biz bütün işlerindeki emmeni sebebi dünyanın kılışındaki emmeni benim muşuk kılış arkalık anıdaki kalbimizde men Allah benim muvaffak kılışka Allah kadir. Eğer bunun da galip kesse bunu ben Allah Teala bunun ornuğu yakşını verdi. Hem eğer mağlup ketken bolsam Allah cezmen beni bu yer kutuldurup çıkıp men yüzdeki aldığı halk oturuz resva çok kalmaydı deydiğen munda düşenç arkalık kılıdığan neme onun iş. Anda oğandayken bu tevekkül kılış veren kişilerdeki bu dünyada iş hareket ep berişniki yüzüneki otursa da iş kandak yerde ziddiyetçi yok. Şuna bu tevekkül degen bu mezmununu düşünüşte, bu mefhumunu düşünüşte kişilerdeki iğnida yani xilmi-xil muşuna hata bir düşünce boğanlık için tevekkülde kılamay. Mene o ameliyetten ayırıp koyup ben tevekkül çok kıldım dep munda kılıdan iş çok var. Bu nime o hata. Aslında mene sebebi dünya olgandayken şu sebepni kılış arkalık men aş sebepni kılışniki yüzümü nime o ibadet. Şunu da kemdi bir adamdaki tevekkül kılışniki yüzüm ibadet olgandayken şu dünyada kılmakçı olan işiniki yüzüneki vücut çıkış için onunki sebep ve esbablarını kılışniki yüzümü bu yerde nime o ibadet. Mene bu sebep ve esbablarını kılış arkalık bizniki gelmiş şu yani 5 azalarımız, onun başka ağzımız, şu fikir, hareket, muşunda kılışımızın hemmesi, bu benim o ibadet. Çünkü Allah Teala bundak bir işini kılışka Kur'an-ı Kerim'de bir kança yerde neme kılgan buyurgan. Bunun ki birisi de Allah Teala şuna deydi.
Ya eyyuhellezine amenu huzu hizrakum. Ey mu'minlar, sizlar urushqa vaqtning o'zida sizlarga mana mushu yiliqi xafliq kelishniki oldini olish uchun sizlar ehtiyot qilishdan iborat bo'lgan ehtiyot ishlarini buni tutinglar. Ya'ni sizlarga qiyinchilik, mushdan mag'lubiyat, mushdan keladigan bir ishniki oldini olish uchun uniki sababini qilinglar. Voy men tavakkul qildim deb undaqchi qilmanglar deb meni Alloh taolo urushga chiqqan vaqtning o'zidagi va uningdan boshqa vaqtdagi meni mu'minlarga meni buyruq qilib buni deydi. Sababni tutinglar deydi. Sababni qilinglar deydi. Yeni bir oyatda Alloh taolo mana bu va'iddu lahum mastata'tum min quvvatin min quvvatin va min ribatil khayli degan oyat cho'ba va'iddu lahum mastata'tum min quvvatin va min ribatil khayli. Sizlar ey mu'minlar kafirlarga urush qilish uchun sizlar o'zingizga qudrati yetgan miqdorda quvvatdan, ya'ni kuch quvvatdan bo'lgan narsani tayyorlik qilinglar. Va shuningdek hamda va min ribatil khayli, shuningdek otni mana bu jihad yo'lida chigib qo'ygan achiqadigan shu otlarni nima qilinglar, uni tayyorlik qilinglar dedim. Bu yerda mu'min musulmon bo'lgan odamning o'zi jihad qilib jihad maydoniga chiqqan vaqt o'zi tavakkaltu alalloh demanglar deydi. Bu jihad degan nimaga bog'liq? Bu jihad kuch-quvvat. Ya, shu kuch-quvvatga bog'liq. Kuch-quvvat ham har zamonda o'xshamaydi. Payg'ambar sallallohu zamonida bir xil kuch-quvvat, masalan, qilish, o'qiya etish, mushunda bir-birisiga mushundaq bevosita mushuni musobaqa tushgandek mushundaq qilishniki o'zi quvvat bo'lsa, unidagi davrda bu taraqqiy qilib, mana har bir davrda o'xshamagan bir shaklda mana urushniki quvvat, mana kuch ekanligini isbotlab turdi. Endi hozirgi davrimizda ham quvvat nimadan iborat? Quvvat nimadan iborat? Hozirgi mana askariy, mana harbiy tarafdagi bo'lgan texnologiya va uniki eng yuqori darajada bo'lgan qurol yaroqlarni ishlab chiqarish va uni ishlatish. Sizlar buni tayyorlik holati uchun turinglar deydi. O'rganinglar, yasanglar. Buni tadqiq qilinglar. Mushunda qilsanglar, unda qanday qiladi? Turibuna bihi aduvallahu aduvakum. Mushda qilsanglar sizniki Allohning dushmani va sizning dushmaningni qo'rqidi buningda deydi. Bo'lmasa dushman qo'rqmaydi. Dushmanda mushunda yuqori darajalik mushunda qurol bo'lsa, sizda bu odatdagi bir qolos uni qo'rqmaydi. Mushunda hozir biz ko'ryapmiz. Mana bu musulmon mujohid mushu kishilarimizdagi o'zida mana Qur'onniki o'zi ular o'xshash, bunda bir shakl qurol bo'lmagandan keyin ular nima bo'lishi qat'iy nazar, ular hech qanday qilmay yugurib kirib bir odamni mana chiqim qilmasdan mushundaq ularni etib o'ltirib bu ishni qiladi demdi. Bu turhibning ishiga kirmaydi. Ya'ni demak bu yerda deganimiz hamda Alloh taolo sababini qilinglar deydi. Sababni qilsak bu nima? O ibodat. Bu hargiz nima emas. Endi yeni bir oyatda Alloh taolo Fayza Qudiyat sura Jum'ada Fayza Qudiyat salatu fantashiru fil ardi va batagu min fadlillah degan nima oyat bor. Qachonki namoz tugsa, namozni juma namozi o'qib bo'ldinglar, o'qib bo'lgandan keyin fantashiru fil ard, sizlar zaminda chechilinglar. Va batagu min fadlillah, sizlar Allohniki siz uchun tayyorlab qo'ygan mushu rizqidan iborat bo'lgan ash rizqini izzat tepinglar deydi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin yana men tavakkul qilaman, tavakkul qilib mushta ibodat qilaman deb unda turmasdan siz namozni o'qib, sunnat duo qilib bo'lgandan keyin darhol qila, yana siz ish harakat qilib, dehqonlikni dehqonchilik qilinglar, chorvachi, bog'bonchilik, tijorat mush ishlarni qilsin. U yerda turamisin deydi bu oyatning o'zida. Va unda boshqa bir qancha nimalar va oyatlar va sababni qilishga meni Alloh taolo nima qilgan buyurgan. Bu yerda tavakkulni sababni qilishdagi o'zida hech qanday bir nima yo'q, bu yerda ziddiyat yo'q. Bu yerda tavakkul degan qalbniki nimasi? Mana bu yeni bir sababki sababini qilish. Sababni qilib bo'lgandan keyin, anidan keyin rasmiy anidan keyin u sababning anmunda emas, rasmiy uni voyaga yetkazish orqali nima qilish, uni shu shaklda qilish. Bizdagi mustaqillik bo'lish. Mana Xitoy kofirlariga qarshi mana harakat, jihad harakat boshlash orqali bizdagi vatanimizdan iborat bo'lgan Sharqiy Turkistonni mana Xitoy qo'lida tubdan ozod qilib, uniki o'rniga mana islomiy mana davlat, mana Qur'on, hadisniki ro'yiga uyg'un bo'lgan bir islomiy harakatni, davlatni nima qilish, yerda qurish. Unda bo'lgandan keyin bu bir g'oya. Bu g'oyaga bir qancha sabab bor. Bu yerda bu ishni qilayotganlarimiz hamda bu yerda tavakkul qildim deb qo'lni shuk turishga bo'lmaydi.
Hozir shu tursak, ana hamma yerda u ish qana bir amalga oshmaydi. Bu uniki nemisi bor, bir qancha sabablari bor. Shu sabablarni qilasiz, anidan mana sababniki hammasi mushu deysiz, men mushu deysiz. Alloh taolo mana Qur'oni Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki mana hadislarida mana bu to'g'rida bir qancha nima bor? La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Alloh insonlarni faqat shu taqat nafsi kuchi yetadigan narsaga taklif qiladi deydi. Ya'ni bizniki shu mustaqillik bo'lish deymiz, kuchimiz ne yetadi shuni qilishga biz mukallaf. Uniki g'ayri, uning ustidan qo'limiz kelmaydigan narsaga nima emas, biz mukallafchi emas. Ana o'g'andan biz bulumi bir qancha sabablar bor. Shu sababni qilsak, anidagi musabbabdan iborat bo'lgan bu mustaqillik anidagi bu yerda qo'lga keladi. U sabab bo'lgan narsani u odam qilmasa yoki sababniki mana dunyoda vujud chiqargan ishlarniki sabablari va uniki asboblari har xil bo'ladi. Bir sabab, bir qancha sabab, bir qancha 100 sabablarni tarkib topadi, anidagi bir dona o narsa vujud chiqargan bo'ladi. Ba'zi bir narsa bor, bir musabbab natija bor, u bir sabab bilan vujud chiqargan, yana ba'zilari bor bir qancha sababdan, ya'ni bir qancha yana natijalar bor, bir qancha sabablarni 100 sabablarni bir qancha 100 sabablar qilsak, anadagi bir dona natija vujud chiqadi. Unda o'g'andagi bizniki mustaqillikdan iborat bo'lgan. Mana buniki sabablari, buniki bu mustaqillikdan iborat bo'lgan bu natijaniki vujud chiqish uchun buniki sabablar nihoyatda pek nima u jik. Odatdagi bir qoral, kuch bilan uni uchun to'xtab qolmaydi. Uningda bir qancha mustaqillikdan iborat bo'lgan bu murakkab bir ish bo'lgan ekan, buniki tarkib topgan a'zolari nihoyatda jik. Shuni umumiylik hammasini o'rtaq bir shaklda harakat etgan vaqtning o'zida anadagi bo'ychaning o'zida u bir narsadan iborat bo'lgan bu yerdagi mustaqil anadagi vujud chiqadi. O'chaning o'zida bu motorni kuchlandi, harakatlantirish orqali motorniki ma'lum bir qism harakatlab, yin bir ya uçada hareketlenmişse, o toxtab qalsa, uçanın üzüde motor bir yerga kirib, bir narsa mashina so'raydigan, uning vujudga chiqib harakatlab epmangda ishni çok qilmaydi. Ya'ni mustaqillik degan chu mushandi. Ana o'g'andikan biz bu ishni qilishda, mana bütün sabablarniki hammasini chu bu yerda qilamiz. Qandekan buniki bir qancha sabablari hammamiz bilamiz. Mana har tarafdan shu mustaqillik olsaq deb har insonlar o'ziniki taqatiga loyiq Kur'an ve hadisdeki ro'yiga asasen shuniki soyisi tutup hareket qilib ketib bordi. Bu bir yerga bir ishga bog'liqlik emas. Buniki eng yuqorisi zaten hammamizga ma'lum. Shu jihad hareketi orqali meni vujud chiqmaydiganisi ma'lum. Ama uningdan biri bir qancha hareketlar var. Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'deki tarixlarga qarasak, Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'deki Medine'ga kelgandagi jihad mana bir 2 yildan ya bir yarım yildan anidan Allah ruxsat qilib, uningdagi jihad qilishga ruxsat bergan. Ama uning oldida 13 yil Mekke va kaza mana Mekke'de turgan hayotida uçan ish u yerda yo'q deb faqat da'vat, kishilarni ilm, o'rganish, da'vatga iymon etishga nima qilgan, u yerda taklif qilgan. Ya'ni bu bizdeki mustaqil buluşdan ibaret olan bu neticeni qo'lga keltirishda bu yerda ma'lum bir guruh ya ma'lum bir odamniki ish bilan vujudga chiqmaydi. Bundan de qarshimizdagi bu düşman, bu iblis düşman hamdi Allah'ın de ulug' shundoq bir imtiyozni, ya'ni shundoq bir narsani hamda vaqtincha bergan. Unda o'g'andagi buni qarta biz hamda ya bir ishga yoki bir odamniki ya bir guruh odamniki vujud chiqishi bilan asos to'xtamaydi. Bu yerda umumiylik har bir sharqiy Turkistonlik musulmonlarniki, Uyg'ur musulmonlarniki ustidagi vazifa bo'lgandan keyin har bir odam buning ustidan nima qilish kerak? Bu yerda harakat qilish kerak. Bu harakatning o'zi hamda o'ziki shaxsiy ibodat. O mayli. Bir odam men shaxsiy ibodatni qilish orqali men namoz o'qidim, Qur'on o'qidim, balanni o'qitdim yoki men shu ishni qildim, ma ishni qildim deyish orqali buni bilan u bizdagi yaqin mustaqillik bo'ladi degan ishimiz uningdan vujudga chiqmaydi. Shuning uchun bir odamniki bu yerda namoz o'qib qo'yishi masjid bilan yoki bo'lmaydi o odamniki ballarini açık bunda qilib qo'yishi bilan bizniki mustaqil bo'lish, u ish uningdan vujud chiqmasdan o odamniki ustidagi vazifani ado qilmagan bo'ladi. Hozir bizdagi shu jamiyatimizda yine ma'lum bir insonlar var. Fakat yüzün işvelallah qarab baxsa shundoq obdan, nayt yaxshi, masjidda qolmaydi va Qur'on hadisni o'qidim deb hadab nim qiladi, ammo uningki mustaqillikniki asos, yin bir nimasi bo'lgan jamoatlashish
ve onu karşı harekette hiç kanda bir avaz ya ki bir kadem mangmaydan kişiler var. Mana bu en çoğun bir nima o xatar. Mana bu undaq işniki muşundaq bo'lmaydigan işniki yüzü vücut kelganligi uchun bizdeki bu mustaqillikdan iborat bo'lgan bu ishlarimizniki keyinga surilib amaliyotga mana chiqmayotganliginiki bir sababi bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamda biz hamda tavakkul qilishda mana bütün sabablarni qilish orqali mana bu mushu shaklda tavakkul qilishimiz kerak. Bu can o'zi tavakkul bilan bu sababni qilish orqali hech qanday bir ziddiyat vujudga kelmaydi. Endi insonlarniki, kishilarniki mana bu dunyoda qilayotgan ishi bir qancha xil bo'ladi. Ya'ni asosan 3 xil. Uniki bir 3 xil bo'ladi. Uniki birinchisi mana shu kishilarniki qilayotgan ishlarniki ichidan birinchisi taat ibodat. Mana bu taat ibodati mana sabab. Bu adam taat ibadetini kılıştaki maksidi men o dünyaya bağa vaxtınızda o dünyada bəxsadet turmuşqa erişimen şunu da bu dünya ve o dünyada dövzaqdan ibaret olan mene qiyinchilik ahvallarda men saqlanib qalaman deydigan mene mushundaq bir ish jo'ba. Bu ishlarni qiladi men mu'min musulmon degan adam. Mene bu adamning o'zime tavakkul qildim deb taat ibodat qilmay men mu'min, men musulmon deb qo'yishdiki o'zi bu odamga kifoyachi qilmaydi. Agar bu odamniki o'zi taat ibodatdan iborat bo'lgan namoz o'qish, zakot berish, haj qilish, ittifoq bo'lish, dushmanga o'rtoq bilan qarshi harakatchi qilish, men qo'li yetgan qadar istitoat yetgan qadar qo'lida bo'lamdi, harakati bo'lamdi, qalam kuchida bo'lamdi, o'ziniki bir yoy chiqib vaqirab, jaqirab bo'lamdi. Mana mushini o adam muşu qilmayla bu adam o'zining ustidagi vazifa naytijiq yolg'on gap qilmaslik, va'dada vafo, va'dada turish, o'zaro ittifoq bo'lish, inoq bo'lish, birlik bo'lish, ittifoqlikqa harakat qilish, dushmanga o'rtoqcha qarshicha sabti turish deganidek mushundaq ustidagi bir qancha taat ibodatlar. Bu odam men tavakkul qildim deb qo'yib la ilaha illalloh Muhammad rasululloh shu tutganlikni o'zi agar undaq qolgan bo'lsa bu ishni qilmay bu adam bu ishniki natijasidan u odamga mana dunyo va oxiratda men tasavvur qilsiz abadul abad azob uqubati cho'q qoladi. U odam qanday qiladi? U odam o'lgandan keyin do'zaxga kirdi. Mana bu do'zaxga kirdi. Ammo bu yerda biz qilgan amalniki o'zi u odamni jannatga akirdi demoqchi emas. Bizniki jannatga kirish, do'zaxni saqlab qolishniki birdan bir sabab nima bu? Taat ibadet. Şununla birlikte Allah'ınki rahmeti. Biz taat ibadeti kılımız. Bu sebep. Ama cennetke kirip dövzak kirmesik Allah'ınki yüzdeki biz kanımızı o rahmeti öyle bolu demdi. Bunda çoğu ne kılımız? Düşünümüz. Eğer bu adam onda kılmaydıken dövzakçı cezmen kiri demdi. Cezmen çok kirdi. Yeni bir emella var. Yeni bir emella var. Bunu Allah Teala muşu hayatı dünyada şu işlerini kılmasa o işinki neticeden o işini kılmazlıktan o adamga o işinki nesi ergüçü çıkmaydı. Katte kılmasa bulmaydıgan malum derecede bir işler var. O kavu mesela ısıqlap ketken vaxtınki üzüde soğuk yer kirip o adamniki üzün normal halet keliş. Usap ketken vaxtı su içiş. Kosuğa içip ketken vaxtı üzü tamak yiyiş, tamak yiyiş. Ağırıp digelidek muşundaq bir sebebi nimeler var, işler vardı. Mana bu muşu işini qilish orqali uniki natijasi bo'lgan qo'sig'iniki tuyushi, ussuzlikni yo'qishidan iborat bo'lgan bu ishni Alloh taolo nima qilgan, uni qilgan. Endi mush ishni u odamniki o'zi uni qilmaydi ekan, masalan, usab ketsin unmay suv ichmasa, qo'sig'i ichib ketsin unmay o odam tomoq yemasa, bu odam bu samamel tavakkul qildim deb. Men tavakkul qildim bu odam bu ishni qilgan vaqtdagi o'zida u odam mana axir oqibatga, men sababni qilganligi uchun axir oqibatga duchor bo'ladi demdi. Bu duchor bo'ladi. Shuning uchun buni u odamniki ustiga qilishga nima o mukallaf. Buning uchun yangla, ichinglar deb Alloh taolo bizga nima qilgan uni buyuran qo'shqashqa vaqtda yeyish, usuga vaqtda suv ichish, mana soğuk olib ketgan, issiq olib ketgan vaqtda soyaga kirish, soğuk olib ketgan vaqtda yüzüden sinishdan iborat bo'lgan buni shunday qilinglar deb Alloh taolo nima qilgan bunoga buyurgan. Endi bu yerda buyurgan deganlikniki o'zidan bu qilgan ishning o'zidan
Hamma adam illa mushunaq bo'ludi demoqchi emas. Shuning ichidan yine ma'lum bir kishilar borki, Alloh taolo shuning ichida tanlab chiqqan. Agar u odam shu ishni qo'zg'ashib ketsimi, qusab ketsimi, suv ichmay, bir narsa yemay, mushundoq qilsa yine normal yeb ichgandek, odamdek ashtaq bo'ladigan, ashtaq bir holat shu bo'ladi. Mana shuning uchun mushundoq hammasiga undaq bo'lmaganligi uchun ma'lum xususiy insonlarga bo'lganligi uchun bo'lib payg'ambarlar va undan boshqa avliyolarga mushtaq bo'lganligi uchun shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ro'za tutgan vaqtimizda bir qancha kun mana iftorni qilmay, zo'liqni yemay, o'shanda bir qancha kun yemay mushundoq ro'za tutamdi. Tutgan vaqtimizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sahoba so'raydi. Sizlar payg'ambar boshqalarni to'sdi. Sizlar ro'zani mushundoq oqimoqqa bir qancha kun yo zo'liq yemay yoki iftor qilmay bundaq qilishing bo'lmaydi deydi. Degan vaqtda sahoba deydi, "Ya Rasululloh, sizlar o'zlar shundoq qilinglar." Degan vaqtimizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna deydi: "Inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu va usqa." Jazman sizlarga o'xshashman emas. Men sizlarga o'xshamayman. Chunki jazman Alloh taolo menga yemak berdi va suvchi berdi. Men sizlarga o'xshamayman. Anda bo'lgandan keyin mendan do'rab, undaqchi ishlarni qilmanglar deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqchi deydi. Mushtaq deganlik uchun bu shaklda bir qancha hadislar ham bor. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan: "Inna li mut'iman yut'imuni va saqiyan yasqini." Jazman men uchun bir yemak beradigan bir kishi bor. Meningki yana usab ketsam suv beradigan bir odam bor. Anda o'g'am men u ishni qiladi. Sizga unda qiladigan ish yo'q. Anda o'g'andan keyin men voy ibodat qilman, ro'za tutaman deb bir qancha kun oqim binas yemaylar, unda qilishinglar bu sizga uchun durust emas. Deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqchi to'sitdi. Bu to'sitdi. Bu ma'lum bir darajadagi kishilardi. Shuningdek payg'ambarlar va undan boshqa avliyolarga mushtaqchi bo'ldi. Endi avliyolar kelgan vaqtning o'zidan mana salaflardan bir qancha kishilar, mesela sahabe, tabiin ve tabiinlardı mushtaqchi bo'lgan. Shu qatorda mana Ibn Zubayr radhiyallohu taala anhu deydi, 8 kun bir narsa yemay ro'za tutdi deydi. Ya nashtiqqa yoki iftor qilmay, hech qanday qilmay bir yevag'an patim mana 8 kun mushundoq ro'zachi tutdi deydi. Tabiinning ichidan Abu Javza degan bir odam, mana shu odam 7 kun mana bir narsa yemay oqim shundoqchi ro'za tutdi. Ro'za tutgandaki bu odam meni yosh, nevar bir kishi bilan qo'l mushundoq sinoq musobaqasi qildi. Uchan o'zida bu odam yilg'i yosh bolaniki qo'lini ashuna besibla uning uchun g'alaba qilib sundirib o'tadigan holatga mushtaq keldi deydi. Ya'ni shundoq demdi. Mana Ibrohim Taymiy degan bir avliyo bir odam borkan, bu odam 2 oygacha faqat shu tatliq narsadan boshqa, halvadan boshqa bir narsa yemayli mushunda ro'za tutgan odam ekan. Mushda bir odamchi bo'lgan deydi. Yana Hajjaj ibn Farafisa degan bir vali tabiinin qatorida bo'lgan bir odam yutib ekan bu odam. Yana bu 10 kungacha hech qanday bir narsa yemay, ichmay, hatto uxlamaydi deydi. Mandaq odam bo'lib ekan endi. Ya'ni bu yana shuningdek endi shu salaflarning ichidan yine bazı adamlar varken soğuk olamdı, ıssık olamdı, hiç qanday parvo qilmaydigan mushundaq odamlar, mushundaq kishilar yutibkan. Bu avliyo. Bu avliyo. Yani bu sebepten o'zi ma'lum darajada uni qilmasimi, uniki musabab bo'lgan natija mushlu chiqadi. Hammasiga o'xshash emas, ma'lum bir xos bir odamga buni nima u xos. Shuningdek Ali roziyallohu taolo uniki odatida shundoq ekan. Ali roziyallohu taoloning qish vaqtidagi o'zida, mana qish vaqtida yozlik kiyim kiydigan, yaz vaqtidagi o'zida qishlik kiyim kiydigan mushta odati bor ekan. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu taologa shundoq duo qilgan ekan. Alloh taolo bu Ali roziyallohu alayhidan so'g'oq va issiqni ketkizvasila deb duo qilgan. Payg'ambar sallallohu bu duosini Alloh ijobat qilgan bo'lgandan keyin men Ali roziyallohu taologa so'g'oq olamdi, qish olamdi, hech qanday bir narsa ta'sir qilmaydigan mushta holatchi bo'lib ekan. Unda bo'lgandan keyin endi ma'lum darajada agar bu odamlarningki mana bu salaflarningki mana e'tiqodi shunda kuchli bo'lgandan keyin tavakkul haqiqiy darajaga yetgan gap. Agar bir odam meni do'rab bu chaning o'zida men mushtaq qilaman deb u odam
agar bu tavakkul qilishi u odamga bundoq bir holatni olmaydi ekan, ya'ni shu odam ashta narsani yemang, ashta sovuq olamdi, issiq olamdi, mana u shu vaqtda hech qanday parvo qilmay ashta holatda turgan burunqi ishni ashunday holat qilavergan bo'lsa, bu tavakkulniki haqiqiy amaliyotga oshqani. Endi u odam qo'pib endi men ishonchi, mening iymonim bak kuchli, Allohga men ishonman deb, agar men mushtaq qiladigan kishi deb bir qancha kun bir narsa yemay yo uxlamay yoki sovuq vaqtning o'zida mana yozgi kiyim bilan yozgi vaqtning o'zida qish kiyim kiyish orqali chiqib mundaq qilish orqali bu odamning normal hayotiga ta'sir yetkazadigan mundaq bir holat bo'lgan bo'lsa, bu ishniki o'zi to'g'ri bo'lmagan shakl bo'ladi. Bu qat'iy tavakkul bu bundaqcha bo'lmaydi. Bu odamning ishi hargiz to'g'richa emas. Chunki u odam tavakkulni haqiqiy bir shaklda qalbi bilan, ishki vujudi bilan bu odam sadoqat bilan, rostlik bilan cho'q qilmagan. Bu do'rash bilan bo'lmaydi. Ya'ni do'rash bilan bo'lmaydi. Agar u odamda shunday bir holat, shunday bir mana shakl vujud kelgan bo'lsa, ishda qilsa bo'ladi endi. Tavakkul qilib bir qancha kun bir narsa yemasa, o'chan o'zida yeni shu patim holatida ashta ketavergan bo'lsa bo'ladi. Ammo u odam tavakkul qildim deb shu ishniki o'zi normal qilayotgan odam shuna ta'sir qilib, u odam 2 kun bir narsa yemaganda hozir yetib, og'rib, bundoq mang'amaydigan holatda bundoq qan bo'lsa, bundoq o'zi u tavakkulchi bo'lmaydi. Bu munkar. Bu munkar bo'lib, u odamniki normal qilayotgan ibodat va ishlarniki o'zi bu xato tushuncha orqali vujud kelgan bo'lgandan keyin bu qat'iy u odamga meni durustchi emas. Shu chon o'zida salaflarniki ichida bu shunday bir odamlar yutibdi ekan. Yutib bu men tavakkul qildim deb bir narsa yemayman, ashundaq men shunday yetaman deb ashundaq qilibdi ekan. Qo vaqtning o'zida u odamniki ba'samda shunda ojizlashib, shunda bir ishni qila olmaydigan holat kelgan vaqt o'zida shu chog'da olimlar bundaq tavakkul bo'lamdi deb buni qat'iy inkor qilib, uni bundaq ishni qilishdan qat'iy meni to'sqanchi ekan. Shunga biz endi tavakkulni endi haqiqiy rostchil bir shaklda amillashtirsak, anidiki bu bizdeki vücudumuzda şu tavakkulniki meyvesi ko'ringan vaqt o'zida şu tavakkul şu narsani buni qilishdan burun qanday holatimiz shundoq bo'lsa, shu holatda ashuna bo'lsa, anidiki nima qilish kerak? U yerda tavakkulchi qilish kerak. U do'rash bilan, ma odam ishni qilibdi deyish bilan bu ish vujudga chiqmaydi. Endi 3-chi xil bir ish bor. Bu 3-chi xil ishniki o'zi Alloh taolo şu ishni mana qilgan vaqtning o'zida şu ishniki natijasidan u ishniki natijasi nihoyatda, ya'ni ko'p vaqtda u ish vujud chiqdi. Masalan, bir odam og'rib qoldi. Og'rib qolgan vaqtning o'zida doriyish orqali u odam nima qilish, u yerda saqish. Bu ko'p vaqtda shuna vujud chiqadi. Ya'ni ag'lab va am deydi, davomli undaq emas. Endi bundaq vaqtning o'zida hamdi ba'zi bir odam og'rib qoladi, og'rib qolgan vaqtning o'zida dori yemaymi, saqib qolgan bir ish bor. Bu yerda shu am deyish shu. Endi bundaq ish vaqtning o'zida qanday qilish kerak? Bunda bir ish bo'lgan vaqtning o'zida, ya'ni bunda bir ishlar bor. Ya'ni bir odam men og'rib qoldim. Og'rib ketdi bir odam. Og'rib qolgan vaqtning o'zida men tavakkul qildim deb dori yeyish kerakmi yoki u odam dori yemas kerakmi yoki tavakkul qilmay u odamning o'zi dori yeyish kerakmi? Buni da ba'zi bir odamlar bor. Ya'ni u odam og'rib qolsa bu dori yemay, men rasmiy u odamniki ba'zi bir mushundaq tavakkul rasmiy sodiq bo'lish orqali u odam mana kasalda saqib qoladigan. Bunda bir kishilar bor. Ba'zi bir odamlar bor, illoki u odam mana dori yemasa, mana u odam çok qat'iy bo'lmaydi. Bunda ish kelgan vaqtimizda o'limalarimiz buni da ixtilof qilishib qolgan bir masala. Bu ixtilof qilib qolgan masalaning o'zida agar bir odam og'rib qolgan bo'lsa, bu odam meni tavakkul qilaman deb davolanmasligi afzalmi yoki u odam davolanmasligi afzalmi yoki u odamning o'zi meni og'rib qolgan vaqt o'zida dori yeb doktorga berib qanday dori degan bo'lsa shu dorini yeyish orqali u odam saqish afzalmi degan vaqt o'zida meni o'limalarimiz ikki xil ko'z qarash uchun vujudga kelgan. Ya'ni ikki xil ko'z qarashda bo'lgan. Yani o adamniki o'zi haqiqiy tavakkul qilib tavakkul vujud chiqqan vaqt o'zida yemaslik afzalmi yoki yeyish afzalmi? Tavakkul vujud chiqmagan odamning o qat'iy yemis bo'lmaydi. Uchani yemisa hozirlar dori yemagan vaqtda o'ladigan gap. Bu eng cho'ng nima? O xatar. U tavakkulchi bo'lmaydi. Ham tavakkul vujud chiqsa o odamniki vujudida mana bu. Endi buni da har ish kelsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki hadisi bor. Mene tavakkul qilib o adam dori yemisimi, buni yemaslik bu afzal tavakkul qilib o adamning vujudi rasmiy tavakkul vujud chiqqan bo'lsa deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bu hadis asos qiladi.
Nima dedi Peygamber sallallohu alayhi ve sellem? Yadkhulu min ummetil cennete 70.000 bigayri hisab. Meni kıyamet günü mening ummetimden meni cennetke 70.000 kişi hesapsız, hesap bermesle uttulu cennetke kirip ketadi o. Deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Degenden keyin andaki Peygamber sallallahu dedi kim ulan? Degan vaqtda Peygamber sallallahu şuna dedi ki ulan hech qanday pal ishlatmaydigan, mana hech qanday vaqtning o'zidan afsun o'qib yoki suhdab unda bir ishni qilmaydigan, uni hech qanday dori-davo ishni qilmaydigan, ya'ni biyani dog'lab ag'rib kelsin unda ishni qilmaydigan, shuningdek ular o'zligi Robbiga tavakkul qildigan, mana mushu 4 sifatdagi kishilar mana bo'lsa, mana qiyomat kuni Allohniki mana Allohga borgan vaqt o'zida hisob bermasdi dunyoda qilgan ishlardan uttuli jannatga kirib ketadi degan. Degan bo'lgandan keyin bu hadisdagi o'zida tavakkul qilib mushdaq qilgan bo'lsa, mana jannatga kirib ketadi degandan keyin ba'zi olimlar bu hadisga asos qilib, mana bu odamning vujudi rasmiy tavakkul vujud chiqsa, tavakkul rasmiy sodiq, sadoqatman, mana rasmiy ixlos mujda bir shakl vujud chiqqan bo'lsa, bu odamniki davolanmay mushdaq holatda yutishniki o'zi afzal deb mundaqcho qaraydi. Ikki xil ko'z qarashdagi odamlar bo'lsa, mana bu odam haqiqatan u odamning vujudidan tavakkul vujudi chiqsimi, lekin og'rib qolgan vaqtning o'zida unda qilmasdan davolanishi bu afzal deydi. Nima uchun? Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha qatim og'rib qolgan. Og'rib qolgan vaqtdagi o'zida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima qilgan? O'zicha davolangan. Va undan boshqa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda mana bir qancha hadislarda mana og'rib qolgan vaqtdagi o'zida davolanishga buyurgan. Ham urushga chiqqan vaqt o'zida mana shunday yordar bo'lganning o'zida davolashga buyurgan. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lekulu dain davaun degan hadisi çok var. Yani muşu hadislarındaki ciheteden qancha odamniki vücudu tevekkül çıksa mı, lekin en abzili, en yaxshi bu adam davolanish degan bu ko'z qarashniki ustida bo'lgan. Mana shu ko'z qarashning ustida bo'lganlar unda olsa Peygamber sallam yuqorqi hadisga nima deymiz desa, bu yerdagi Peygamber sallam deyotgani, bu yerdagi 70.000 odamniki o'zi jannatga hisobsiz kirdi degan gapniki o'zi bu yerda mana bu bir narsa o'qish yoki nima qilib makruh, ya'ni Qur'on hadisiga o'ygun bo'lmagan mushta ishlarni qilmagan kishilar degan gap bo'ladi. Apsu va shu degan bir narsani qilmas. Unda o'g'andan keyin Qur'on rohiga, hadis rohiga o'ygun qilib qolsa, buning ichiga kirmay, buning ichiga kirdi. Unda o'g'andan keyin bu yerda zidlik yo'q deb olimlarimiz mundaqcha deydi. Endi bu 3-qismning ichida ko'p vaqtniki o'zida bir adam bir ishni qilsa vujudi chiqadi, ham vaqtda dedik. Endi birsi yana shu ishninki ba'zi bir qismi bor, rizq masalasi. Bu rizqni istab har bir odamga Alloh taolo mana shu tug'ilishdan burun nima yeydiganligi, qancha yil umr ko'rdiganligi, nima ish qilgan hammani allama qachon Allohchu buni tutib olgan. Unda o'g'andan keyin bu odam shu hayotga kelgandiki shu o'ziniki rizqini tepib yeyishdiki o'zi mukallaf. Buning uchun buyurilgan. Bu ko'p vaqtda u odam qanday qiladi bu yerda? Harakat qiladi. Dehqon bo'lsa dehqonchiligini qilish, choruvchi bo'lsa choruvchi melni beqish orqali o'ziniki rizqini tepish, mana bog'bon bo'lgan bo'lsa bog'bonchilikni qilish, tijoratchi bo'lgan bo'lsa tijoratchi ishlarni qilish, ishchi bo'lgan bo'lsa ishchilik ishlarni qilish va undan boshqa o'qitish, ishlarni mushunda qilish bo'lgan bo'lsa bu ishlarni qilish, mana mushuk qilish orqali o'zining rizqini nima qilish bu yerda tepish, ya'ni harakat qilish orqali mundaqcha tepish. Endi buniki ichida agar shu odamda rasmiy ashunda tavakkul vujudga chiqqan bo'lsa, meni vujud chiqib shunda bir duo qilib yoki Alloh rizq bersin deb ashunda qolgan vaqtning o'zida u odamga shunda rizq hosil bo'lib qolgan vaqtning o'zida u odam unda bir harakatni qilmasimi bo'ladi. Bunda bir ishlarmi bor. Mana bunda bir ishlarmi bor. Mana bu ishlarniki o'zida mana bu ishlarmi bor. Bu ish mana Payg'ambar sallallohu yuqorida degandek, agar insonlar mana shu haqiqiy ravishda Allohga tavakkul qilgan bo'lsa edi, mana bu Alloh bu kishilarga ucharlikqa rizq bergandek, mushunda rizq berdi, ammo ucharlik kichkina bir harakat qilib qo'ydi, shuni berdi deydi. Ana u odamniki shu odamniki o'zi, agar u odamga shunda bir holat kelgan bo'lsa, ibodat qilib bu odam o'qibdi, nima qilibdi, g'oyibdan ya bir yerda mushunda rizq kelgan bo'lsa, o'chaning o'zida rizqni talab qilish
hareket kılmasım çok buludu. Ama onda kılmay. O adamın yüzü men çok tevekkül kıldım dep uçan yüzde Allah razzak olğan için berdi Rahman Rahim Rahim. Muşta sıfatı anda onu berdi dep bunda tevekkül o adamın vücududa çıkmagan bir şekilde onda tevekkül kılıp onda hareket kılmay onda kılışın yüzü İslam dinide tüptü nemi o hata. Bu katli nemi emas o duruşçu emas. Yani bu yerde bu yılki rizkini yüzü hem adamı şu pütüp atkan. Bu adamga rizkini qandaq verishini Allah Taala allamaqqacha pütüp bekitip chiqib bo'lgan bir ish. Agar bu adamniki o'zi rasmiy bir shaklda tavakkul qilib, mushundaq uchar qushdek kichkina bir harakat, ya'ni taqdu degan gapning o'zi. Kichkina shuna mengilib qo'ysa, mana bu uni qilmay, mana shunday qilib qo'ygan bo'lsa qo'shig'i tuyib, mushtaqchu qiliti deydi. Bu yerda tavakkulni haqiqiy qilmaganligining sababidan insonlar jiq jafo tortib Japanın üstüki capa tartış kılış arkalık anındaki bu adamki yüzü yetkidek şekilde müştah rızık çok keledi değil. Biz hem de şu dünyadaki şurvatimiz hazır. Bu yada küfür devlet karab baksak, mene kançı küfür, kançı ki naiti bek çunkur buzulup, ancak hakiki derece yetip yetken küfür devlet ve cemiyet karab baksak, insanların ki işlişeni, keçimi kündüz makinedek aşna işlediğin adamı görürüz. Eğer o adamın eninde şundak işlemese katli o adamın vücuduga men unası çok kemmeydi. Yine bazı bir cemiyet kişilerini çok kürvatımız. O da kandak kılıdı. O da alnımakıca mındaqlı kıp koysan, onun turmuşu şundak rahat parahat. Hemen naz kivatkan, buvatkan, müştakçu iş. Yani bu ne biçim Allah'ı boğan işyenti çok bulmağanlıktın. Şuna Kur'an-ı Kerim'de şuna deydi ki Allah Teala men a'rada an zikri fe inne lehu maişeten danka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kimi ki menin zikrimden yüz ürse. Yani meni esleştin, man iman etiştin, man taat ibadet kılıştın, yüz ürüydiken o adamga mene maişeten danka. Nait kıyınçılık bir turmuş var deydi. Şu kıyınçılık turmuş boğallığı üçün biz hem de Avrupa ve onu başka devletlerle karapakını men ulanınki işlişi şunda bir şekilde işleydi ki adamın aklı ayran kalıdı derece şunda işleydi. Bir minut, bir sekund mene hiç kanavadı o adamın musahama kılmaydıgan açlık kişkip kalı deyip açlık kesip açlık kıldıgan bir minut bir sekund iki taraf qaratmaydigan haleti açta işledi. Şu arkalık anadaki ulanınki rizki aş haleti çok geldi. Ama onun gayrıniki yüzü Müslümanlarınki cemiyeti karab baksak onun için ona işlemesi mi? Allah Teala ulanınki rizkiga mene rizkini kapalat üstü ağam boğan diken Allah mene bu rizkin ulağı çok berdi. Buna da geldiğinde yüzüden bu yada işlememişte yetişti geldik çok yemez. Bizdeki bu şu dünya ve ahiret işimizdeki kandak bu işe mene onunki çoğunu cennetke kirip karışı mı ya devzakka kirip karışı. Mene bunun ta tövenki işlerden hemmesi bizim hareketimizge bağlı. Bunu hareket kılış gerek. Yani bu yerde de vatkan hem de. Malum bir kısımdaki insanların yüzü muş şekilde hakiki müşün tevekkül vücuduk çıkan bolsa uçadı o çok bolu demdi. Bunu ulanadaki o adam bu iş yaxşı işken dep doğrap onda kışniki yüzü bu katli nememez o duruşçu yemez. Yani bu adamda bu adamdaki yüzü kişilerin hareket kıpmı mesela kişilerin hareket kıp ya yukarı hareket kısmı onuğa tevekkül kısmı o adamdaki yüzü o turmuşu nait obdan emez. Mene işlise işligen nesi yetmeyivatkan ya ki kazıp kayvatkan. Mene müşahadeti çok kürümüz. Bu ne mi sebepten? Şu adamdaki kan günahındaki sebebinden Allah Teala belki de şu rızkının yüzü ne kapadı ya da kemiydi vadı. Bu ne o? Bu hak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi. İnnel abde la yahrumur rizka biz zenbi yusibuhu. Peygamber sallallahu şuna deydi. Cezmen bir adam Allah belki o adamga belki koygan rızkıdan mahrum kalıdı. Şu adam işlegen günahındaki sebebiyle deydi. Yani şu adam şu günah bir masiyet işlik kılıp koyduken mene o Allah mene o adamın şu işlik sebebinden mene belki etken şu rızkını yüzü ma'lum derece kemeytdi deydi. Kemeytip kısa şu işler vasıta ticaret kozu iş şu muşuna hem komaydı da hepleşmeydi. Oğuçu tatmaydı ticaret ama doğruçu bulmaydı deydi. Mene yeni bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi bu doğruluk. İnnen nefsen
لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. Cezmen her kanda bir nefs, her kanda bir can egisi, yüzdeki rızkını ve yüzdeki ecelini kamil, mükemmel kılmakçılık ölmedi deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Anda oğandaki Allah Teala'ga siz muttaqiço bulunlar ve Allah Teala sizge bekit boygan rızkınıki yüzünü talep kılışta nayet güzel bir şekilde çok kılınlar. Yani rızkını talep kılış güzelini kılınlar. En güzelini, en ubdinini çok kılınlar. Anda oğandaki size halal boğan nersi tutunlar, haram boğan nersi terk etinlar deydemdi. Anda oğandaki biz bu yerde kandak kılışımız gerek. Bizdeki rızkımızdaki akancı tevekkül kılıp aşınaki hareket kısak mı? Yeniki şunaki bedeli de bizdeki işimizdeki onu tatmay. Muşunda kapılıknaki kilişi, iktisadnaki muşunda tövellep kitip, namrat alatki düşüp muşunda kılıştaki bir sebep bu ne bu? Günah. Günah işlegenlik sebebidir. Çok bulut. Şu an Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir kançı yerde deydi o. Ma asabe min musibetin febima kesebet eydikum ve yafu an kesir. Silgi yetken musibet silniki yüzünü kolunu kıgan sebebidir deydi. Ve yafu an kesir. Lekin Allah Teala şu kıgan masiyetini küpüncüsünü o Allah o yerde sildiğini imkadıdı, efu kadıdı. Efu kuvvetip onun içindeki ma'lum az bir kısmı men muşnunki bedeliga silgi muşunda kallanlığa kemmigen, beşanlığı kemmigen muşuna musibet, azap, ukubet, kıyınçlık, ahvallar men muşundakçı yetido deyden. Bu doğruda mene Kur'an-ı Kerim'de nait ayetle cık. Anda o andaki her bir kişinin, her bir halk, her bir milletninki, rızkınınki kam, ya khar, zabın buluşu, şu kişi, şu millet, şu halkninki yüz işlavatkan günahınki sebebinin çoğu bulut. Bunu demdi en çoğun bu tarihte ötken bir namune Yahudi. Yahudi Allah Teala tarihten bu yan harlap ne ilgili basa onunki üstüde o kişilerini har körüdüğün hiç kanda bir yerde turamaydıgan muşundak sürgün aletke Allah Teala şu ekivatkan. Bunu şu ekivatkan. Ve zurubet aleyhimul zilletu vel meskenetu eynema sukufu diyen nimva Allah şu ne ayet çoba. Şu ayetin ahirde illa bihablim minallah ve hablim minan nas. Allah Teala tarafından kelgen bir yardım, ya Allah Teala tarafından kelgen bir rahmet, ya insanlar tarafından bu insanlar öz koyunu ağam munda olup kalgan bolsa, ulan ne gele basa harlıktın çoğu, o harlıkçı yetmeydi. Ama onda bulmaydıken bulan ne gele bason harlıktın çoğu başını götüremaydı. Kandaki çedir, bir çedirinin içi kirgen adamı şunda koruşu ağandek, dünyanın ne göre basa şu alette bu Yahudi'da açtakçı ödüdü diyen ayette. Bununki ne için unda hoğan? Ula Kur'an-ı Kerim'deki dişçe ve bir katlimin enbiya. Ula'nınki yüzününki peygamberlerini öldürüş. Allah buyurgan nesigi asi oluş. Peygamberlininki buyurgan emir permallarıcı unmaslık, pasık buluş. Digen nemler var bu yerde sebepler var. Şu sebepten ulanı Allah Teala şunda harzabun adetçi ekip koygan. Endi bu hazır mındak o digenliğinin yüzü teki 50-60 yıl boğan gel. Bu onuğa müstesna, onun içi çok kirmeydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yedisindeki malum müjdesi onun. Bunu karab hazır bundakçı digiliş olmaydı. Şunda olsun mu? Ne ilgili bazı kayıs millet Yahudi ise bir kıl ses kelödendi. Onu set görden. Oy dep ondakçı kılmaydı. Yani bu. Şuna bu her bir adamninki, ya ki cemiyet, ya halkninki muşunda har zabun, muşunda içinişlik aletki yetişiniki bir sebebi, o adamninki Allah'ınki Resulü buyurgan emir permallarını kılmazdık. Allah'ınki Resulü toskan, haram, mekruh, menhi olan işini çoğu, kılıştın ibaret olan muş işini çoğu kip çıkadan. Bizim üstümüzdeki şeygen, muşunda balay afet, musibetindeki üzümü, hazır vatanda Eğizi ağızsız, muşunda kıyın kıstak, azap, okubet, kıyınçılık, harlıklarındaki yüzününki buluşu, bizdeki boğan mağlum bir derecedeki günahınınki yüzünü harici emez. Ve onu da başka bir kanı sebepler çoğu buluşu mümkün. Çünkü her bir şeyinki ilgisi Allah. Her kanda bir nese bekaço bulmaydı. Allah'ınki takdir ölen çoğu buludu. Her kanda nersini Allah Teala bilip durdu. Anlap durdu, haberdar çok bilip durdu. Haberdar bulup durdu. Ana o haldekin, şu yadık bu vatkan zulüm,
shu yerda bo'layotgan ichinishlik inson qalbidan chiqqan mushu holatda qiyinchilikqa olib haqoratlashninki o'zi bo'zaq qilishninki o'zi Allohning qo'mandi bilmamdi. Alloh uchun xabardor bo'lmamdi. Jazman anglaydi, jazman biladi, jazman o'qib bo'ldi, bilib bo'ldi, anglab bo'ldi. Endi buningda ma'lum bir sabab, har xil sabab bo'lishi mumkin. Uniki bir sababi men mushundoq mana Qur'on hadisniki umumiy ro'yga o'ygun bir holatda meni harakatchi qilmaslikdan iborat bo'lgan ishlar. Va undan boshqa yoki musulmonlarningki ahvoli men mushundoq bo'lishi mumkin. Endi bu yerda rizq masalasiniki ustida to'xtaldik. Bu rizqniki o'zi, rizq talab qilishniki o'zidan tavakkul qilish, mana agar u odamga imkon bo'lgan bo'lsa, tavakkul qilish orqali rizq kelgan bo'lsa, o'chan o'zida u tavakkul qilsin mayli. Ammo tavakkul qildim deb o'chan o'zida rizq kelmay turib, yana har zabonga tushib, o'chaniki o'zida men tavakkul qildim deb hech qanday sababini qilmay, oqidan berib o'zini mana hadisniki ro'yiga zid bunda bir ish harakati qilib qo'yishning o'zi qat'iy nima emas, u durust emas. Buningda mana shu payg'ambar sallallohu davri sahobaning davrida shunaqa ishlar bo'lib ekan. Yamanlik bir muncha odamlar shu Umar roziyallohu taoloning davrida mana bo'lgan bir ish ekan. Bu kimlar bu sizlar kim o degan vaqt o'zida voy biz tavakkul qilgan mutavakkillar degan vaqt o'zida Umar roziyallohu taolo shunday deganki, sizlar mutavakkil emas, mutaakilin. Sizlar zo'r kuchun botir xalqning haqqini yegan kishilarsizlar. Sizlar u hech qanday bir narsa amma yemak, ichmak bir narsa ammasizlar haj qilamiz deb shunday qilgan kishilar ekan bu. Ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki davrida shunday bir ishlar bo'lib ekan. Bu vaqtda biz men haj degan obdan bir ibodat par. Anda o vaqtda o'ydin hech qanday bir narsa amma ya pul bir narsa amma taraqqildi deb shunday ibodat qilmang deb yaxshi ibodatga deb shunday qilgan kishilar bo'lib ekan. Shu uchun o'zida Alloh taoloning nima debdi ekan? Ve tezevvedu fe inne gayre zati takva degan oyatni Alloh cho tushiribdi ekan. Unda qilmaysizlar. Sababi narsa bo'lgan sizlar uzuq yemak, ichmak, lozimatlik narsani cho sizlar e'lonlan. Zat qilib, uzuq qilib, yenin saqlab epcho menona. Bu taqvoniki eng yaxshi va inna gayre zati taqva. Mana shu uzuqniki eng yaxshi nimadir? Taqvodir. Ya'ni taqvo Allohdan cho qo'rqishdir. Ana o'g'ani sizlar bu yerda taqvo bo'ldim deb uca uzuq bir narsa amma unudagi xalniki qo'liga qarab, voy mening pulim tugab ketdi, unda qilib ketdim, unda deyishning o'zi mana bu to'g'ri emas. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima degan? Al yadul ulya xayrun min yadil suflan. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Kimiki bir odam mushu dunyoda turib bir narsani so'rab mushtaq bo'lgan bo'lsa, qan bo'lsa men o'lgandikin u odamniki yuzniki yerimi mushtaq yeg'ir, mushtaq bir holatda qo'pidi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nemisi bor yerda hadisi bor. Endi bu ham islom dininiki ro'yiga nima u zid. Shu sababni qilishga orqali hammani onadagi qilisiz, onadagi bu ibodat bo'ladi. Shuning uchun bir odamlarniki, ba'zi bir odamlarniki men avliyo yo bir narsa deb hech qanday bir harakat qilmasdan men ibodat qildim deb shu bir yerda turib olib yoki masjid yoki boshqa yerlarda shu orqali anadagi qilaverib, xalqdan anadagi o'ziniki mushu qilish ishini meni kasbga aylantirish orqali bu orqali pul topadigan, yeydigan, ichadigan odamlar bor. Bu nima emas, o to'g'ri emas. Agar o odamni ishlashga, mana ishlab, mana qaysi kasbda bo'lsin, mushunda qilish orqali o'zini, oilasini va boshqa tuqqanlarni mana beqish u odamniki gadini nima o tarz. Uni tashlab qo'yib, o'chaning o'zidan oilasi, balvoqlari va tuqqanlar tashlab qo'yib, bu odamning o'zi boshqa ishni qilib, u odamning o'zi u yerda xor holatga olib qo'yishniki o'zi u odamga to'g'ri emas. Qancha ish qilib ketsin mayli u, mana cho'ng bir ish qilib ketsin, bu hargiz nima emas, bu yerda durust emas. Bu yerda qaysi qilish eng afzal, buni nima qilishimiz kerak, bu yerda bilishimiz kerak. Bu odamniki men balvaqamni tashlab, uni qildim, men oshni qildim, mashni qildim, yo o'qidim yoki bir ish qildim deb uning kori yo'q. Anadagi u bolalar anadagi shu sababdan anadagi xalqning qo'li qolgan, haromni yeyishga, o'g'irlik qilishgan, zina qilishgan, mushunda gunoh ishni sabab qilishgan mana u odamning o'zini bo'lib qoladi, sabab qoladi. Bu hargiz islom dinida bu nima emas, o to'g'ri emas. Oldi bilan o'zingizni mana har bir odam o'z nafsini halol kasb qilish orqali halol narsa bilan
halal narsani beqishi, yeyishi, ichishi, mengishi, turishi, kiyishi, manfaatlanishi, shuningdek o'ziga tava beqish farz bo'lgan, barliq tuqqan bolalarning hammani beqish odamning gadini yema o farz. Uni tashlab qo'yib, uningki oldidagi bo'lgan boshqa bir narsani qilishniki o'zi bu yerdan emas, to'g'ri emas. Illaki agar bir islomiy davlat, bir ya'ni kofirlar besib olgan vaqtning o'zida, ana lekin u odamniki o'ziga u cihatdan ibaret olan bu farz aynı oldu. O çağda o adam bal vakılları ya ki o xotun kişi olan bolsa iri ya ki kulu olan bolsa üzün hocanın nemisi deydiğen ondaki aletki karması çıkış ve şu adam İslami devletin tupuru olan vatanını kutkuzuşun ki yüzü bu yada onun farz. Bu vaktin yüzü mustasna ama o vaktin ki başka vaktin yüzü de asasen yani aldı bilen bu yüzüne bekişi alal kesip bilen alal iş bilen işlep muşundaq hareket qilib kishi balvo qilib qilish o odamniki gadiniga mana parcho ayni bo'ladi demdi. O'gitishi, halol haramni, halol haromni o'gitishi, bildirishi, uqtirishi, mana ibodat, iymon, islom degan nima? Mana bildirishi kerak. Uni tashlab qo'yib bu odam men tavakkul qildim, shu obdan keyin Xudoyim bor, Xudoyim tashlab qo'ydim deganishning o'zi bu hargiz islom diniga bu nima emas, to'g'richo emas. Har birimizni Alloh taolo meni Muşu tavakkulni haqiqiy bir ravishda to'g'ri tushunadigan, salaf solihlardek meni tavakkul qiladigan, haqiqiy muttaqi, mujohid, meni haqiqiy musulmon mu'minlardan Alloh taolo qilsin. Bizniki bu qatimki darsimiz mushagichi bo'lsin. Haq aslardan ko'rishguncha yana bir qator Allohga omonat qildik va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. إسلامنا هدية من ربنا الرحمن إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان إسلامنا في هديه همومنا تزاح إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح